Thank you very much. It's a great honor to be with the President of Uzbekistan. I just want to thank you very much for being with us. Sizning rahbarligingiz ostida O'zbekiston yangi iqtisodiy sahifani ochib, transformatsiya jarayonlarini amalga oshirmoqda. Islohotlar mamlakat iqtisodiyotini tubdan yangilab, xalqaro moliya bozorlarida ishonch uyg'otmoqda. Uzbekistan's dynamic economy, O'zbekistonning dinamik rivojlanayotgan iqtisodiyoti, strategik geosiyosiy o'rni va mavjud moliya bozorlari bizga beqiyos imkoniyatlar taqdim etmoqda. I spoke to the President Trump this morning. Men bugun ertalab Prezident Tramp bilan gaplashdim va u avvalo yaqinda siz janobi oliylari bilan telefon orqali bo'lgan ajoyib suhbatni esladi. Shuningdek, Oq uy rahbari sizga yana bir bor iliq salomlarini yetkazishni so'radi. Yangi O'zbekiston barcha davlatlar bilan o'zaro hamjihatlik, ochiq muloqot va yaqin sheriklik tarafdoridir. O'zbekiston prezidenti bilan uchrashish men uchun katta sharaf. U juda katta hurmatga sazovor inson. Eng muhimi, bugun O'zbekiston juda yaxshi natijalarga erishmoqda va mamlakat juda yaxshi yetakchiga ega. The Assembly will hear an address by His Excellency Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan. Ustuvor maqsadimiz mamlakatimizda yashayotgan har bir oilaning, har bir fuqaroning hayotini tubdan o'zgartirish, inson qadrini va farovonligini oshirishdir. Biz xalqlar, madaniyatlar va sivilizatsiyalar o'rtasidagi muloqotni mustahkamlash, umumbashariy maqsadlarni ro'yobga chiqarish yo'lida o'z hissamizni qo'shishga doim tayyormiz. O'zbekiston o'z mas'uliyatini to'liq his etgan holda bolalar salomatligi uchun global harakatda faol ishtirok etmoqda. Keyingi yillarda mamlakatimizda bolalarning saraton kasalligi bo'yicha o'lim holatlarini kamaytirish dasturlari ishlab chiqildi, qo'shimcha resurslar safarbar etildi, tashxis va davolash standartlari yangilandi. Bemorlarning dorilar bilan ta'minlanish sharoitlari yaxshilandi. 2025-2030 yillarga mo'ljallangan bolalar saratoni kasalligiga qarshi kurash bo'yicha milliy strategiya tasdiqlandi. Bir daqiqa ham vatanni unutmasdan iqtisodiyoti barqaror, rivojlanishi barqaror bo'lgan davlatni tuzishimizga sizlar ko'makchi bo'lishlaringizni men istardim. Faxrlanaman, g'ururlanaman vatanimiz bilan o'tgan reformalar bilan. Bir paytlar menga orzu bo'lgan universitetda o'qishimni asosiy sababchisi, asosiy faktori albatta bu siz. Kechagi bo'lgan tarixiy uchrashuvlarimiz ertangi sizlarga ko'p narsaga yo'l ochadi. O'zbek xalqi aytadi va qiladi. Shuni biz ishontirdik. O'zbek millatini mehnatimiz bilan hurmat qilishga majbur qilishimiz kerak.